Qayerda qashshoqlik bo'lsa, o'sha yerdan ko'proq bardak, kir, chirklarni topasiz. Qayerda kir bo'lsa, o'sha yerda odatda qashshoqlik ham bo'ladi. Siz ham biron marta shu g'alati bog'liqlikka e'tibor berganmiz. Eng qizig'i shu, uylarni yig'ishtirish, tozalik. Bular uchun katta pul kerak emas. Buning uchun na 1 million, na muvaffaqiyat, faqat bitta chang artadigan latta bilan pilisos kerak bo'ladi. Men bugun uy tozalayman degan qarorim. Ko'p odamlar boy bo'lishda, muvaffaqiyatlarga erishishni xohlaydi, lekin o'z uyini tartibga keltirishga ham erinadi. Aslida hamma narsa boshidan boshlanadi. Uy ichidagi tartibsizlik bu fikringizdagi, qarorlaringizdagi, maqsadingizdagi, osonroq qilib aytganda, miyangizdagi tartibsizliklarda aksi. Tartibsiz muhitda yashaydigan odam odatda boyib ketmaydi. Bu uni omadi kelmadi degani emas. Chunki uni hattoki miyasida porядка yo'qligi uchun. Qashshoqlik bu har doim ham taqdir emas. Ko'pincha bu tanlov. Agar hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avval orzudan, katta muvaffaqiyatdan emas, atrofdagi tartibdan, o'z uyingizni yig'ishtirishdan boshlang. Agar sizni ham Dankasa tomiringiz tutib, Ilhom akalaringiz bilan G'ayrat akalaringiz kelmayotgan bo'lsa, men roliklarimni ko'rib boring. Ular sizni uy yig'ishtirishga kofedan ham yaxshiroq ruhlantiradi.